Boy akalarim Range Rover vovli degani kelib qoldi. Bitta ovozini eshitasizmi? Undan keyin test drive qilib beraman. Keling, yaqinroq. Keling. Gazi. Ovozini qarang, buni ovozini. To'g'ri, atmosferik motorda. Lekin motorlari ham bor, zo'r ekan. Ketdik test drive'ga. Ketdik. Voy, buksovat qilishini qarang buni. Voy, shakal. Ovozini qarang buni. Voy, boy akam. Siz buni o'sha yangilik payti olib mingasiz-ku, to'g'rimi? Buni kuchi qanaqaligini siz bilasiz-ku. Voy. Kechini qarang buni. Voy, subhanalloh. Ichidagi navorotni qarang buni. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashinani men tushunmayman, o'zingiz bilasiz-ku. Ham knopkalarni qarang buni. Voy, subhanalloh. Mashinamiz ham mashina bo'lganda. Ovozi qarang buni, ovozi. Voy, mashinani qarang, mashinani. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Range Rover bor, pnevma podveskalari ham bor, chotki ishlab turibdi. Kolonkalarni qarang, Harman Kardon, ko'rasizmi? Dubovoy, mana qarang, haqqi yog'och. Koja. Lekin bor, salonni bor, ko'rib maza qildim, lekin bor. Motive turibdi. Bitta shu sidenlarda yorilgan joylari bor ekan, lekin holati vashshi ideal ekan. Olasiz, tayyorminasiz. Buni emulsiyasini qarang, buni vorlashini qarang, buni vor qilyapti boy aka. Mashinani shu ikkita oldi farasining shishasini shunday almashtirib olsanglar bor, ideal holatga keladigan, suylari but-butun ekan. O'zlari uchun bitta padyukka kraska qilishgan ekan. Hech qanaqa ag'anab ketgan boshqa mashina emas ekan. Balon holatini qarang, mana pnevmalarni qarang, cho'ktirib qo'yishgan mana, cho'ktirib. Shu Range Rover Sportni sizlar uchun bitta pochkaga qo'yib beramiz. Mana shu joyda o'q tekkan joyi bor ekan. Ko'ringlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi avtomat o'q tekkan ekan. Bu albatta hazil. Kommentariyaga o'z fikringizni bildiring. Videoga like bosing. Range Rover Sport olaman degan do'stingizga shu videoni shunday tashlab qo'ysangiz o'zlari bilishadi.